Assalomu alaykum, berni ahli. Bugun 17-iyul 2026-yil. Binovlarimiz bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bu plashatkalarimiz bo'shab qo'ydi, yana to'ldirib qo'yib. Ularimiz hali 100% quramagan, ustidagilar qurib turibdi. Ularimiz mana yangi qo'yilgan eng sonunda. Bu yerlar ham bo'shab qo'ydi. To'ldirib buni qurgandan bu yerda qalbini jinab qo'yibmiz. Qurib turibdi. 100%. Bu yerda kamgina перегородкалык bor. Buning razmerini aytib o'tsam 20 ga 30, uzunluğu 60 santim bo'ladi. Buning bahasi 16 ming so'mdan. Bu перегородканiki 12 ga 30-60 razmeri. Qalınlığı 12 santim, balandligi 30, uzunluğu 60. Bu 10 ming so'mdan bahasi. Birini bo'ylab dastavka etib beramiz. Hozir qurib turgani bu yerda 250, 65, 750 danaday qopti, 100% quragandan. Bu yo'l tarafdagilar ham qurib bordi. Adresni aytib o'tsam, Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida, Sarka Bofida. Bu yog'i Beruniy sentrdan kelsa bo'ladi. Bo'stondan kelsa bo'ladi. Bo'ston поворот bor bu yoqda. Bu yog'i Xayrullo поворот, O'razbochi maktabga borsa bo'ladi. Yo'l bo'yida penallarimiz ko'rinib turibdi. Yo'l bo'yidagilar qurib bordi. Telefon nomerini ekranga chiqarib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Yerini bo'ylab dastavka etib beramiz. Hozir mana 200 dana so'raydigan biz apparatimiz. Bir mashinaga 200 dana sig'adi. Penallarimiz bor. Kelaverasizlar.